Aziz, bizda navbatdagi rejamizdagi amaliyot aylana qoqli blefaroplastikasi. Bemorimiz 60 yoshda, tibbiy ko'rsatmaga ko'ra operatsiya reja qilamiz. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Kameraga qarab beramiz. Bemorimiz asosiy shikoyatlari faqat gapirganda qosh ko'tarib gapirishlari hisobiga mimikani ishlatar ekanlar, ko'z og'irligi shikoyati bilan kelganlar. Peshonalariga ham shuni hisobiga chuqur ajinlar paydo bo'lgan. Ko'z ostilarida ham juda ko'p orsa terilari bor. Ularni ham maksimal olib pachchashi qilib silg'ashga harakat qilamiz va yuqori qovoqlardan tashqi o'g'illarni ko'tarib mana shunaqa holatga olib kelamiz. Kameraga bitta qarab beramiz. Yoshlikdagi nigohlarga qaytarishga harakat qilamiz, simmetrichniy qilib maksimalni va ko'zlariga asosiy maqsadimiz yengillikni qaytarishga harakat qilamiz. Natijani kutib qolinglar, albatta ulashamiz. Hammaga rahmat. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Nursi qishlog'idan keldim. O'zimda qovog'im osili muammolar bor edi. Tepa qovoqlarimda og'riq bor edi. Sardorbek Jo'rayevni Instagramdan bir yil mobaynida kuzatib, mana shu yigitning ishlarini ko'rib, o'zim Toshkentga keldim. Mana hozir 7 kunlik natija, operatsiya qildirib, ko'zlarimdagi muammolarim bartaraf bo'ldi. Hozir mana og'riqlar yo'q, juda ham yengil ko'zlarim, ko'rish qobiliyatim ham juda ham o'zgarishlar bor. Bu muammo bilan bir 3 yildan ortiq shu ko'z doktoriga qatnab, dorilarni quyib yurar edim. Keyin oxiri shu qovog'imni oldirib tashlashga o'zimga maqsad qilib qo'ydimda, mana endi natijasini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Men juda bundan mamnunman. Sardorbek Jo'rayevni hammaga tavsiya qilaman. Nihoyatda xushmuomala, qo'li yengil jarroh ekan. Men bundan juda ham mamnunman. Sardorbekka bundan faoliyatida bundan-da yaxshi zafarlar tilayman. Ish faoliyatlarida doimo muvaffaqiyatlarga erishishlarini so'rab qolaman.